Assalamu alaikum. Türkiye'de yaşavatkan hemşehrilerim. Şarkı Türkistan tuprağıdan kelgen hemşehrilerim. Sizlerning onalarning ovozini anlatımız degan bir chaqirg'inlarga desteklash yuzasidan mushu videoni sizlarga sundum. Namoyishning shakli har xil. Nolini anlatishning shakli har xil. Çoqum 500'den 200'den yığılıp almasaqmı, bir işkimizmi qila olaymiz. Meningdan ulgu oldik, biz hayajonlandik hada, biz qanday qilayli dedinglar. Siz o'zingizni bayqang. O'zingizga saranki yiqing. Bu saranki deganim vatan degan sarankini yiqing. Yaxsınız bu ot alıdı. Siz Xitoy konsulunun aldığı berib, çoqum vaqirishiniz shart emas. Xitoy konsulunun aldığı berib, jim o'ltasingizmi? Şu bayraqni tiklisiniz. Bir adam sizni videoga alsa, biz chiqirayli, tashviq qilayli. Uningdagi siz 2 bo'lasiz. Uningdagi 3-4 bo'lishiniz mumkin. Siz o'zingizga ishonch turg'izing. Vatan davosi mening kasbim emas. Siz aşı vatanimizdagi o'zingizning tunish hidlaringizni, tunish ovozlaringiz, shu tuqqanlaringiz bilan bo'lgan paranglaringiz, shu tunish tuproq, shu tunish ko'chalar, shularni aslang. Kichik vaqtlarimizga aslamalarimizni aslayli. Vatan davosi biz va sizning davoringiz emas, hammamizning davosi. Biz o'g'irlikchi telefonga uranmay, uning bilan aloqalashamay, vatandoshlik bo'lgan taqdirdimi, ash vatandoshlikdan foydalanib shu tuproqqa nimangiz bilan, har xil qaysarligingiz bilan dastiyammaysiz hozir. Shaxsan menmi dastiyamayman o tuproqqa. Nim bo'lganimni men bilmayman. Unda bo'lgandan keyin qo'rqib o'ltamay o'tirg'i chiqiliq qarindoshlarim. Ash Xitoy konsuliga Anqaradagi yoki İstanbuldagi Xitoy ish bajarish o'rinlariga berib, ovozimizni anglatayli. Meni Turkiyadagi u partiya, bu partiya yana futbol cho'lponlari bilan aloqalashib, ashulami bizni desteklaydigan bo'lganligini pozitsiyasini bildirdi. Sizmi midrapiqing, Türk ayollarini chaqiriq qilayli. Ular bizlar aloqalashyapti. Biz sizlar uchun cho'qim ovoz qo'shimiz. Bu saylam sizlar bilan munosabati yo'qligini biz bilamiz. Biz ovoz qo'shayli dedi. Sizlar chiqsanglar, ular ovoz qo'shidi. Türk ayollari ajoyib jazbidor ayollar. Mushu necha kun bo'ldi men paranglashib turyapman. Ba'zan narsalarni eng oxirda putganda anadagi sizlarga sunay dedim. Men cho'qim Turkiyaga bir boradigan safarim chiqyapti. Shuning uchun sizlarni qo'zg'olinglar deyishim, herkes Türkiye hükümeti qarshi turinglar deganim emas. Biz o'zimizning ovozini chiqirayli. Biz o'zimizningki adabsandichilik qarindoshlarımızın ovozini chiqirayli. Erlar bizni yetaklab mangmasa, biz erlarni keynimizga silib mangayli. Midrayli. Analarg'u biz. Analar, uyg'onayli analar. Qizlarimiz dapsandichilikda. Bizning onalarimizning keynida, vatandagi onalarimizning, qizlarimizning keynida Xitoy va dapsandi qilyotidi. Heyliq bichar qizning chiroyi shunchalik ko'zimning oldidan ketmaydi. Ko'ngilsiz bir necha inalarim bilan shundaq shu temada so'zlashdik. O qiz atroflarga qaragan nimalar ko'rinishlari bor. Bicharligi, shunchalik o'zini bir qahramon kelib qutuldiramdiki degan ashundaq bir ko'zning aloqchalaq bo'lganlari yuragimni hozirgacha zedi qilib turyotidi. O kinolardagi, o rivoyatlardagi o qahramon yigitlar hozir yo'qolib ketdi turmada. Ojizlar qilib qolgan o'xshaydi deb o'ylayman. Biz chet eldagilar nimadan qo'rqamiz? Biz ojiz emas, biz ojiz millat emas. Ro'yimiz chikatganda yashamayli, midrab baqayli, u ya bu ya cho'nglarimiz gaqimidi. Men cho'nglaringlar emas, ammo men bir vatan suyma. Sizmi suyisiz? Nima deb cho'nglarimizni saqlaydi? Kim o cho'nglarimiz? Cho'nglarimiz vatanda. Saylamlar Sharq Turkiston tuprog'i ozod bo'lganda shu vaqtda saylam bo'ladi-ku. Tashkilotlarga tayanmayli, o'zimizmi isyonkor, o'zingizga ishining, ishonsiz sizmi isyon qila olasiz. Isyon ko'tirish 1-2 dan boshlansa, uningdagi oqingizga qo'shiladigan odam chiqadi. Mening ash Turkiyadagi agashkuchilarim qo'shiladi sizlarga. Hammamiz isyonkor bo'lishimiz kerak. Vatan davosida hammamiz isyonkor onalar, isyonkor sing'illarim, inilarimmi keyninglarda turadi.
Meyli camialarning oldida shundoq bir qilayli. Biz tinmayli. Tinmasak, Tibetlarga oxirida desteklaydigan ne cho'lponlar va Amerikaning cho'lponlari bizga futbol cho'lponlari sahib chiqimiz deyishdi Turkiyadagi. Ovoz chiqib bo'lganda sizlarga deyman, qarindoshlarim, biz qilalaymiz. Uyg'urlar hargiz o'lmaydi. Biz 20 yillik da'vo qilmaymiz. 30 yil, 20 yil planlarni tuzib qo'ygan yoki palay yil kurash qilganlarni men uni nim qilmayli. Biz mush 1-2 yil ichida bir ish qilmasak qat'iy bo'lmaydi. Qat'iy bo'lmaydi qarindoshlarim. Bo'lmasa hammamiz o'lib tugaymiz. Psixikamiz nacharlashib, sarang bo'lib tugaymiz. Rahmat.